Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammalar tuzingizlar, sog' salomatmisizlar? Mana bizada 27-may katta do'l yog'yapti. Ko'rishinglar mumkin. Bu do'l yong'oq deyisi ham bor. Juda katta do'l yog'di. Siqilib endi ekinlarimizga makkamizga hech narsa qilmagan bo'lsa bo'ldi. Sizlarda vaziyat qanaqa? Izohlarda yozinglar. Endi xudo xolasa ertaga borib makkamizni ko'ramiz. Nima bo'lgan, nima bo'lmagan. Bugungi vaziyat shunaqa bo'lyapti. Sog' bo'linglar, ertaga sizlarga Makkani ahvolini ko'rsataman. Karom ko'chat deb qo'ydik, usti ochiq edi. Sraz bulut bo'lib birdaniga kelib qoldi bunaqa do'l. Bunaqa do'l yog'adi deb hech kim o'ylamagan. Ya'ni Xudoyim kuni Karom ko'chatimizni ko'rsatamiz. Xudo xolasa yomg'ir tinsa, do'l tinsa ertagami borib bir video qilamiz. Vaziyat haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Hozircha sog' bo'linglar, charchamanglar.